oyog'im taxtaga o'xshab qotib qolgan edi. Mana oyoqlarim o'z kelyapti. Men yana 3 oydan keyin yana kelaman. Bunaqangi men sanatoriya bu sog'lomlashtirish markazini ko'rmaganman hech qachonda. Haqiqatda mana hali dorisiz, tabiiy davolashyapti. Kelishdan tuzalamanmikan, ketib turib yana doktorga yotamanmikan degandim. Lekin endi dori ukol, doktorga bormayman ham, ukol dori olmayman ham. Katta gapirib olyapsiz lekin. Yo'q, to'g'risi. Ish miyasi bor odam shuncha mashqlar qilib yuribdi. Nima deysan? Mana meditsina ham hayratda bunga. Belimdagi rejam bor, yelkamda, bo'yindagi reja bor, oyoqlarda og'rig'i bor. Mana misol uchun 3 kundayoq o'zimga kelib qoldim men. Azizlar, mana endi boshladik. Hozir sayohatga chiqamiz. Kursimizning 8-kuni. Asosiy o'zliklar ichki kasalliklar bo'yicha bo'ladi. Davleniya, ich qotishi, yurakdagi holatlar bo'yicha kuzatishda davom etdik. Akajon, qanday muammolar bilan kelgansiz? Muammom shu davleniya bilan, yana shu bel og'rig'i, shu bosh aylanish, shular bilan kelgandim mana. Xudoga shukr, mana 7 kun, 8 kun bo'lyapti. Ancha foydasini bildik. Foydasini bildik. Necha kunda o'zgarishlar bilinishni boshladi? Birinchi 3 kunlikda. Birinchi 3 kunlikda? Birinchi 3 kunlikda sezildi. O'sha bir anilar bir normallashib joyiga tushib boshqa qildi. Necha og'riqlar bor edi, og'riqlar asta yo'qoldi. Keyin u yana bir ko'tarib oldi. Og'riqlar qator ko'tarib boshqa qilib 3-4 kun ichida keyin 3 kunlikdan keyin bir ko'tarib olib turib, yana hozir yaxshi, xudo xohlasa. Yaxshilikka iriqa bo'ldi. Yaxshi tomonga o'zgardi. Birinchi kelganimda gapingiz esimga tushib ketdi aka. Bitta nafas bo'lib ketgan, rolda ketayotganimda bitta ushasi rahmatulloh mashinani chekiga qo'yib tinib olardim deb. Ha, shu nima bor? Shu yurakda mana shu siqilib kelib boshqa qilib anaqa bo'lardi. Hali odamlarning ichida yura olmasdan keyin mana shu tashqariga holi bo'lishni xohlardim, xohlab boshqa qilardim. Hozir Xudoga shukr, mana yaxshi. Ancha yozilib ketib anaqa qildim. Bitta nafas bo'lishlar yo'qoldi. Yo'qoldi. Bosh aylanishi. Endi bosh aylanish endi bu o'sha eskidan o'sha qanday bo'lsa 2-3 yil bo'lyapti, shuni yicha bor edi. Endi hozir asta bu ham yo'qolib ketsa kerak. Buni bu yoqqa endi sal bor edi. Endi buni vaqt ko'rsatar ekan bunga. Tushunadi. Ichki organlarda-chi? Ichki organlar ham juda yaxshi ekan, foyda ekan. Tablet dorisiz, boshqasi fizioterapiya bilan davolanib boshqa qilib nima qilinyapti. Shu o'pka, boshqa jigar, qoratala degandek shularga ishlov berilyapti. Nima bilan. Shu yaxshi davolan. Men misolda ichim bir kunda bir marta kelardi. Mana hozir o'zi 2 marta, 3 martaga o'tdi. Bemalol ravon kelib boshqa qilib bunaqa qiladi. Endi Xudoga shukr. Yaxshi. Qarang aka, bitta savol bermoqchiman. Men suhbatlar qilyapmiz, psixologik suhbatlar. Bunga nima deysiz? Bu psixologik suhbatlar juda ta'sir qildiki, nariyog'i yo'q. Nariyog'i yo'q. Bu uchun yaxshi. Psixologik bo'lib, mana suhbat bilan mana shu kasallikni chiqarib yuborishni nimasi bor ekan, foydasi juda katta ekan. Suhbatda ish katta ekan. Tepani mana dorisiz bizga mana shu nima qilib, psixologik darslar o'tdik, boshqa qilib mana o'tib kelyapmiz yana davomli. U chiqib ketyapti. Kasalliklar chiqib ketyapti mana. Ruhiyatchi yangi. Ruhiyatlar o'ydi qo'yaverasiz. Ruhiyatlar ham zo'r. Ruhiyatlar ham yaxshi. Xudo xolasa mana shu yerda yana mana bir kun yotib boshqa qilsak, mana 4 kun, 5 kun o'zgarish bo'lyapti barabar. Bunga nima deydi, vaqt ko'rsatar ekan. Endi bu kasalliklar ham vaqt davomida to'planib boshqa qilingan. Endi buni bu yerga mana vaqt davomida endi sekin chiqib ketib boshqa qilib mana qilar ekan. Ana nimalarni aytyapti. Uyga borib ham yana nima qilinglar, shug'ullaninglar deyapti. Endi vaqtincha u ham. Misoldan bir 30 kun, 40 kun davomida qilsak, u o'zimiz uchun ekan. Qanchaki shug'ullansak, o'zimiz sog'lig'imizga, o'zimiz anaqamizga foydasi bor ekan. Akajon, mana berilayotgan vazifalar bormi? Misol uchun sochiqli dush, suv ichish, boshqa vazifalar. Shular murakkabmi yo osonmi? Juda oson. Oson ekan. Badan shunaqa maza qilar ekanki, hali sochiqli dushlar ham. Tasavvur qilish qiyin-da, lekin qilib ko'rganingizdan keyin bilasiz ekan bu narsani. Qilib ko'rganingizdan keyin bilasiz ekan. Yengillashlarchi? Juda yengillashadi. Misolda davleniya ham sal o'ynab boshqa qilib anaqa qilganda ham juda sochiqli dush qilsangiz, shuni o'ziga kelib etlar, badanlar orom olar ekan, badanlar nafas olar ekan. Nafas olib bilinadi, seziladi. Mana
ko'rasizlar, boshqa qilasizlar. Mana kesaklar, mana rahmatullohga mana kesaklar ana qilib ko'rsatib, o'rgatib boshqa qilar ekan, juda yaxshi ekan. Yaxshi natijalar yaxshi. Uyquda o'zgarishchi? Uyquda o'zgarishlar bo'ldi, orom olib qoldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlarda sal ichi qiynalib yurdi. Hozir endi ayniqsa sochilib dushdan keyin juda orom olib bo'ldi deyapti. Maza qilib uxlanyapti. Maza qilib uxlanyapti. Xudoga shukr. Maza qilyapsizmi? Ha, xursandmisiz? Xursandman, rahmat. Yaxshi, boringizga shukur. Sizlarga ham boringlarga shukur. Mana Namangandan kelgansizlar, ikkovlar ham, to'g'rimi? Qanday, qayerdan eshitib keldinglar? Mana shu YouTubedan, mana shu 1 yil oshiqdan beri ko'raman. Aha. Sog'ligim, mana shu oshqozonim, o'tim, jigarim, keyin asab bo'yicha Keldingiz. keldim. Endi rosa yaxshiman, Allohga shukr. O'g'lingiz nima degani biz haqimizda? O'g'lim birinchi, o'g'limdan ko'ra tijoratchilar, mashinik degan. Lekin mashinik emas ekan. Hammalaring kelinglar. O'zingizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana kelganingizda qanaqa edingiz? Hozir qanaqasiz? Menda hozir kayfiyatim ko'tarildi. Birinchi o'rinda oshqozon, o't, jigarlarim rosa yaxshilandi. Aha. Yana keyin yurishlarim, charchoqlar rosa yaxshi bo'lib qoldi. Nima bezovtalikdan keldingiz o'zi asosan? Birinchi bo'lib oshqozonimdan. Oshqozonim yaxshi ishlamaganligidan kekirish, o't, charchoq ashlar qoldi. Qolyapti. Ko'pchilik psixologik suhbat qilamiz-ku. Ha, u nima qilasan? Biz yoshimiz katta deydi. Shunga nima deysiz? 80 ga kirgan ham kelish kerak ekan, 100 ga kirgan ham kelish kerak ekan. Bayda bir bo'lakcha ekan. Kelishdan tuzalamanmikin, ketib turib yana doktorga yotamanmikin degandim. Lekin endi dori ukol, doktorga bormayman ham, ukol dori olmayman ham. Katta gapirib olyapsiz lekin. Yo'q, to'g'risi, dorilarimni ham hammasini unutaman. Mashg'ulotlar qanaqa ekan? Mashg'ulotlari rosa zo'r. Ayniqsa o'yinga tushib, mashqlar bajarganda rosa chiroyli bo'ldi. Keyin qosh uchirishlar rosa chiroyli, qosh kulgilar. Biz Uchqo'rg'ondan keldik, Hojon ikkovimiz. Hojondan mana bir gapirsingchi? Niyatimizga loyiq bo'ldi mana, Allohim yetkazdi. Pulingizga rozimisiz? Voy, mingdan ming. Yana ham oshirib qo'yinglar, bu 5 million az ekan lekin. Sizda qanaqa muammo bilan keldingiz? Men mana shu yuragim og'riydi. Belimda grijam bor, yelkamda, bo'yinda grija bor, oyoqlarda og'rig'i bor. Xullas ko'p to'playapman, kasalim rosa ko'p ekanda. Ko'zimda xiralashish bor. Endi mana shu bo'yindagi, boshimdagi og'riq bo'yinga o'tdi, bo'yindan yelkaga, yelkadan yurakka berdi. Yurakdan endi ko'zimga berib, ko'zim xiralashib keldi. Kelgan kunlarim ko'zimni umuman ocha olmasdim. Esimda. Tanjoningni sog' bo'lsin, rahmat. Mana mashqlaringiz juda yaxshi. Bir kunda 3 mahal, 4 mahal shekilli 4 mahal mashqlari bor. Har bitta mashqlarimiz 1 soatdan bo'ladi. Mashqlar ham nihoyatda rejali qilingan. U mashqlarni har bittasi bizni har bitta tana a'zoyimizga shifo bo'lyapti-da. Buni o'zimiz ham sezdik. Mana misol uchun 3 kundayoq o'zimga kelib qoldim men. Ko'rishim ayniqsa yaxshi bo'lib qoldi. Mana ko'rish mashqlarini ham rosa chiroyli olib borishyapti. Bunaqangi men sanatoriya, bu sog'lomlashtirish markazini ko'rmaganman hech qachonda. Haqiqatda mana dorisiz, tabiiy davolashyapti. Shunchalik qilib xalqqa mana shunaqa ayollarni, ayniqsa mana ayollar ko'p kasal bo'lamiz. Davolayman deb shunchalik bizni olib borib, mana shunchalik shu yo'llarga ham olib kelib qarang, hech kim qilmaydigan ishlarni qilyapsiz mana. Sizni Alloh qo'llasin. Rahmat onajon. El oldi bo'ling. Xudo xolasa biz yana endi kasal bo'lib emas, endi dam olgani ham kelamiz. Inshaalloh. Hammasi uchun rozimiz. Bugun rosa aytdim men, roziman hammasi uchun dedim. Odam baribir haligi nima deydi, o'zimiz bilan uncha e'tibor naqa qilmagan ekanmiz, mana endi katta bo'lib qolamiz. Rahmat hammasi uchun. Necha kunda natija bilinishni boshladi? Meniki 3 kunda bilindi. 3 kunda bilindi. 3 kunda ko'zim ochilib qoldi. Qovog'im osilib yerga qarab ketaveradi. Bundoq qoluvdim-da. Hozir ko'zim katta-katta ochilib qoldi. Undagi mana tana a'zolarimda mana shu yengillik bo'ldi. Mana hammasida yengillik bor hozir. Mana og'riqlarim qolyapti. Mana yurak ishemiya deyishdi meni. Ikkita klapaningizda ishemiya bor. Deyishuvdi, rosa yig'layuvdim. Hozir ham men ashula yig'layapman-da. Endi hozir yaxshi, Xudo xolasa. Yuragimda og'rig'im yo'q hozir. Yuragim og'rimayapti. Ish kelishda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi?
mana oldin bir mahal bo'lsa hozir to'rt aytsam 3-4 mahal. 3-4 mahal. Hali ertalabdagi bergan giyohlaringni soat 3da berasizlar. Mana hali soatini ham qilib 5dagi ichgan giyohlarimiz. Undan tashqari hozir mana ovqatlarimizni ham parhez qilib, o'shalarni rejalashtirib, hammasini bir namunalik qilgansizlarki, bizga haligi nima deydi? Kuch bag'ishlayapti-da. Kuch bag'ishlayapti bizga. Yo'q, nimaga 4 mahal ovqat beryapsizlar. Ha, endi so'rab qo'yapman. Parhez deganingizga hamma, voy, endi ochlik bilan davolaydigan degan narsa uyg'onadi. Parhez deganda unaqa parhez emas. Haligi nima deydi? Rejim bilan-da. Ayniqsa o'rik sharbat doimiy ichyapmiz. Hattoki mashqlar orasida bir stakandan issiq suv berishadi, erinmasdan. Mana buni men bilmaganman. Ilim-iliq suv ichardim, sovuq suv ichardim oldinlari. Voy, shifo ekan dedim. Yo'q, aslida issiq suv hali o'sha tanangizni rohat ekan. Ichingizga rosa nima ekan, davo ekan. Onajon, uyquda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Uyqum yaxshi. Yaxshilandimi? Ancha yaxshilandi. Uyda men to'g'risi uxlamay qoluvdim. Kechasi uxlamadim. Shu kundan keyin o'zim kelib to'g'risi, hech kimga aytmasdan. Lekin uydagilarga aytib qo'ydim, men asha ketib qolaman, ketsam 10 kun qolib ketaman degandim. Keldimmi qolib ketdim. Chunki bu yerdagi atmosferani ko'rib, bu yerdagi haligi nima mashqlarni ko'rib, yana o'shanda yotgan nimalardan ham kasallardan so'radim. So'rasam yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldim deyishdi hammalari. Hammasi aldabdi-da. Ha, inaka aytdim, "Ya, yaxshi bo'lib qolishdi, men ham yaxshi bo'lib qolaman" dedim-da. Uydagilarga telefon qilib, "Men qoldim, kech payt narsalarimni olib kelib beringni" dedim. Olib kelib berishdi. Mana hali ham shaydaman, ketganim yo'q. Tanjaningni sog' bo'lsin, umringni uzoq bo'lsin, el oldi bo'linglar. Mehnatlaringizni rohatini ko'ring, iloyim. Hamma hali nima deydi? Farzandlaringizni el oldida doimo ardoda, farog'atda bo'ling, ilohim. Rahmat onajon, Sog' bor bo'ling. yashga. Duodamiz, Xudo xolasa, duodamiz. Islom aka, qayerdan keldingiz? Men Samarqand viloyatidan keldim. Aha. Nima muammolar bilan kelganingiz aka? Bizga shu allergiya toshardi. Hamma qizarib ketasiz. Dori ukollar bilan qilardik, vaqtinchalik yana boshqatdan chiqardi. Sezonni bahorga, kuzga shu qaytalanasizda. Ha. Ot meni ancha charchabsiz, ha? Qancha qolsiz? Olib ichmadi. Bilyapti-da, nafasingizni otlolmayapsiz. Qarang mana, o'z kardiologsiz. Hozirgi biz qilayotgan muolajalarga qanday baho berasiz? Yurak tomonlama foydalari bormi yuraklarga? Bu sistema shunday sistema ekanki, boyagi tibbiyot bilan aloqasi umuman yo'q ekanda bular. Bu boshqacha, lichenni boyagi nimalar boshqacha ekan, mashqlari hammasi boshqacha ekanda. Lekin shu bilan men shug'ullandim, mashqlarni qildim. O'zimga ancha foydada. Boyagi chiqqan allergiyalar hammasi yo'qolib ketdi-da. Yo'qoldi. Mana 10 kun bo'lgan yo'q-da hali. Psixiatr bo'yicha kelgansiz. 8-kun mana hamma joy yaxshi, hech qanday nimasi yo'q. Zo'r. Ichki kelish qanaqa o'zgardi aka? Ichki kelish men bir kunga 11 marta kelyapti. Bir kunda 11 martami? Bir kunga 11 marta. Zo'r. Rag'on 11 marta. Qo'y. Ishlanganmidingiz oldin? Bu narsaga umuman ishonmaganman. Ishonmagansiz. Ishonmagan. Fantastikami? Bu fantastika, boyagi mashqlar bor ekan, shu mashqlarni qilgandan keyin hamma taraflama yaxshi, kayfiyat ham yaxshi, boyagi urologistika deysizmi, boyagi ayollarga ginekologistika deysizmi, ko'z sohasi bo'yicha deysizmi, travmatologistika deysizmi, boyagi revmatologistik kasallar bo'ladimi, boyagi boshqa xil kasallar bo'ladimi, hammasiga foyda ekan. Foyda ekan-a? Lekin beka shunisi yaxshi ekanki, bitta kasallikka emas, balki 100 xil kasallik bo'lsa, hammasiga bir xil lichenda bo'lar ekan. Ish miyasi bor odam shuncha mashqlar qilib yuribdi, nima deysiz endi? Endi bunga mana meditsina ham hayratda bunga. Ot mindi mana ko'ryapsiz. Boshqa menimcha ish miyasi bor odam bundan harakat qilishi, qiyin. Lekin bungacha tayyorlandi-da bu. Ha, yo'q, tayyorlandi albatta. Fiziksiy nimalar, mashqlar, boyaga hammasi foyda bo'ldi-da. Asallarning foydasi-chi? Asallarning foydasi bu dahshat ekan. Bir xil joylarga borsangiz, bir elektr olmishda 100 ta deydi-da, bu hayron qoladi, u qayerga qo'yadi? Lekin bega haqiqatdan ko'p qo'ymay ekan, boyaga tochkalariga qo'yar ekan, lekin effekti yaxshi. Sezyapsiz. Zo'r. Necha kunda natija bilishni boshladingiz? Men 5-kundan keyin natijani bildim. 5-kundan keyin ochildingizmi o'zingiz? 5-kundan keyin natija bildim. Mana o'zi 8 kun bo'lsa-ga, вообще dahshat. Hozir xursandmisiz natijadan? Men xursandman. Ancha foizga yaxshi-da. Bir ukol olardik, bir kun 2 kun yaxshi, yana shu ahvol, yana dori olasiz, tabletni ichasiz, u jigarga ziyon, qonga ziyon, hamma joyga ziyon, pochkaga ziyon. Mana umurtqa bo'yicha kelishyapti, davleniya bo'yicha kelishyapti, xonadonchi davleniya bo'yicha keldi, to'g'rimi? O'zgarishlar qanaqa bo'ldi aka? O'zini chekada mana atrofdagilarni holatlar bir aytib bersiz. Shu odam men bilan kelganiga men o'zim ham o'lchaganda shu davleniyasini o'lchaganimda 160 ga 100 edi. Shu mashqlar odamni shu 4 kundan keyin ta'sir qiladi. Boyagi o'lchasam boyagi 100 ga 70 bo'lib qolibdi davleniya. Hozir ba'zi payt 100 ga 60 shunaqa tushgan. Tushib ketyapti o'zi.
O'ynabdi-da. Ko'zda natijalar qanaqa bo'lyapti atrofda? O'ziga bitta bog' bilan mana tanish bolaga anjarlik ekan. Gaplashdik. Ko'zim deydi, juda yaxshi deydi, Ravon deydi. Umuman ko'rmasim deydi. Achki bilan yurar ekan, o'zi achkisini olib tashlashga bemalol shunday yuryapti. Hammaga tavsiya qilardim, shega kelib dam olib, bitta nima boshqa viloyatlarga ham shuni joriy qilsa yaxshi bo'lasiz. Agar mayli desangiz, menga ko'mak bersangiz, o'shaga o'zim Samarqandga o'chib. Xudo xolasa, bo'ldi. Bitta savol qolib ketdi aka. Mana o'zingizdan doktorsiz, misol uchun oliy ma'lumotli boshqa odamsiz. Psixologik suhbatlarga nima deysiz aka? Psixologik suhbatlarga 100 da. Ilgari ishonmasdim haqiqatan. Bu mashqlarni nimalarni qilgandan keyin haqiqatan odam shokka, dili ojiz. Bo'ldi, rahmat. Boringizga shukur akajon. Ona kelganda oyog'ingiz qanaqa edi? Kelganda oyog'im bukilmas edi. Mana bukilyapti, Xudoga shukur. Hassa bilan kelgan edim. Mana arteroz 4-stepin edi. Mana shu yerdagi rahbariyatdagi Nosimjon aka va boshqalar yordamida meni juda mashg'ulotlarga olib bordi. Hamma Yuringchi bir kunda 4 marta zaryadka qildirib, mana Xudoga shukur oyoqlarim yaxshi ishlayapti. Mana shu sog'lomlashtirish markazining rahbariyatiga 1000 marta shukur. Ularda xizmat qilayotgan bolalar shunchalik odamning kayfiyatini ko'taradi. Shunchalik odamga motivatsiya berib, psixologiya darslari, boshqa darslar, hamma narsasi a'lo darajada ekan. Xursandmisiz? Men juda ham xursand. Men hech qachon shunday o'ylamadim, shunday o'zim yurib, shunday teppa balandlikka chiqishni hech o'ylaganim yo'q. Allohga shukur, mana shunday kunlarga yetkazganiga shukur. Rahmat sizlarga. Boringizga shukur. Kelib turinglar sizlar ham, mana juda ham xursandman. Xalqqa xizmat qilishdan hech qachon charchamayman. Rahmat. Boringizga shukur. Bo'ldi, ona shu. Tugadi.